Dilimiy taxallusi bilan ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib boradigan Insta bloger Dilshod Nazarov. Yo, to'xtang. Videoni oxirigacha ko'ring, mendan ajoyib taklif bor. Dilshod Nazarovni bitta reklama narxi necha pul? Barchamiz birgalikda hozirroq bilib olamiz do'stlar. Assalomu alaykum aka, tushunmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, salomatmisiz? Rahmat. Dilimiyni adminlarimi bu? Eshitaman, ismim Sirojiddin. Ha, Sirojiddin, biz Dilimiyni reklama narxlarini bilmoqchi edik. Nimani reklama qildirmoqchisiz aka? Ha, kiyim-kechak do'kon bor, shuni do'konda obzor qildirib, umuman reklamasi Vodiyda. Tushunarli aka. Qayerda joylashgan? Namanganda. Namanganda. Aka, tushunarli aka. Ustora narxi aka $1,500 bo'ladi. Aha. Do'st narxi $5,000 bo'ladi. Bu Toshkent shahar narxi o'zi asli Namanganga aka Ustora $2,000, post $6,000 bo'ladi. Ha. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz Dilimiy, ya'ni Dilshod Nazarovni admini bilan bog'lanib ko'rdik. Bitta reklama narxi $5,000 qilib belgilangan ekan. Biz Dilshod Nazarovni ijodiga omad tilaymiz. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin. Qolaversa bizni kuzatishda davom etinglar azizlar. Hurmat bilan Kamina Yashnar Ziyo bo'ldi. Sog' bo'linglar.